Mana tortdonglari bizni basharamiz ko'rinmay qoldi. Mana hozir 1 sekund. Bo'ldi, bemalol endi ko'rishlaring mumkin. Ha, bu rostdan ham Johaning to'yi, ya'ni mening to'yim. Albatta bugungi videoda to'ygacha bo'lgan voqealarni ko'rib olishingiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring va kanalga obuna bo'ling. Qani unda videoga o'tamiz. Oy, kimga qarayapsan? Mana qarab turibman, iye. Oy, menga qara. Men jurnalistman-ku, men. Uzr, hayajonlanib ketdim. Mana endi sizga qaradim. Va nihoyat hamma kutgan keldi. Ya'ni Joha uylanmoqda. Ha, siz to'g'ri eshitdingiz. Agarda siz noto'g'ri eshitgan bo'lsangiz, demak siz hali kanalga obuna bo'lmagansiz. Hoziroq shuning uchun kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Hozir esa buni Johani o'zidan so'raymiz. Qani, let's go. Mana hozir biz Johadan jonli intervyu olamiz. Yehe, nima bo'lyapti bu yerda? Sizga birlikda savollarimiz bor. Undan oldin meni ham bitta savolim bor. Hozir qaysi birlaringga javob beray? Farqi yo'q, Liboy bittamizga javob bering. Xullas, savollarni boshlaymiz. Joha, siz rostdan ham uylanyapsizmi? Ha, menimcha shunaqa. Kim aytdi sizlarga buni? Janob mer aytdi. Ha, janob mer aytdi? Ha, xuddi shunaqa. Men ham savol beray. Ha, mayli, savol bering. Siz rostdan ham Johamisiz? Yo'q, men Joha emasman. Men Joha bo'lmaganim uchun hozir sizlarga intervyu bermayman, ketdim men. Va Joha qochib ketdilar. Biz hozir yana intervyu olishga harakat qilamiz. Qanunda jamoa ketdik, ortidan boramiz. Ha, Joha, qayerga ketyapsan? Sizni yoningizga ketyapman. Nima ishing bor meni yonimda? Gapim bor edi sizga. Mayli, bor unda. Aha, bo'pti. Stop. Axir siz yerdasiz-ku, nima qilaman borib? Nima gap? Kalotchi siz hammaga aytdingizmi, Johan to'y bo'lyapti deb? Nima qilibdi? Qanaqa to'y? Hali kelin yo'q-ku. Qayerdan to'y boshlab qo'ydingiz o'zingizcha? Kelin topamiz, problema emas. Qayoqdan topasiz? Topamiz-da, qarochi, menda rejalar bor. Janoblar, hali kelin noaniq ekan. Borlaring uzoqda o'ynash, bu yerda video qilishma. Ketdi unda, bo'lmasa yuring gaplashib olaylik. Yur unda meni xonamga. Janob mer, qanaqa kelin haqida gapirdingiz? Bitta cho'tki oila bor, juda ham ajoyib. 3 ta qizi bor. 3 ta qizdan bittasini tanlab olasan. Qana, men tanimasam ular qanday tanlashim mumkin? Ishora ur, hammasi zo'r. Farqi yo'q. Qachon boramiz unda? Sen borib uydagi narsalarni yig'ishtirib kelasanmi, yo shunday borasanmi? Shunday boraveraman. To'xtang, ketdik bo'lmasa qayoqqa u? Ortimda yursang ko'rasan. Mayli, faqat yugurmang, iltimos, sekinroq yuring. Xo'p, sen tezroq yur iloji boricha. Men tez yuribman-ku, sekinroq yuring, gaplashib boramiz. Nima deymiz u yoqqa borib? Kuyov bola nima ish qiladi desa nima dey? Albatta, YouTube berdingizda, YouTube'da kanalim bor-ku. Ha, to'g'ri, YouTube deymiz unda. Aha, shunaqa deymiz. Boshqa nima ham derdingiz? Qanaqadir g'alati narsalar gapirib tashlamang faqat. Xo'p. Ortimda kelyapsanmi? Ha, kelyapman, shu tomondami? Ha, shu tomonda. Yetib keldikmi? Ha, oz qoldi. Janob mer, ostaroq yuring, kelib qoldikmi? Ha, oz qoldi. Tezroq boraylik. Tezroq yur unda. Kelib qoldikmi, janob mer? Ha, oz qoldi, chidab tur ozroq. Xo'p. Janob mer, charchadim, yana qancha qoldi? Yetib qoldikmi? Yo'q, yetib qolmadik, hali ancha uzoq. Va nihoyat yetib keldik. Xayriyat. Mana shu uy bo'ladi. Oho, yaxshi-yu. Ha, yaxshi, bu yoqqa kel. Kirganimizdan keyin ortiqcha gap so'z qilma, tushundingmi? Nima dey? O'zim aytaman, kel. Hozir eshikni taqillataman, chiqadi, qarab tur. Hozir mana. Nima gap? Qarochi, biz qulchilikka keldik. Bizga qullar kerak emas, boraveringlar. Yo'q, to'g'ri tushundingiz. Biz sizni eshigingiz tagini supurgan keldik. Supurganimi? Hozir supurib chiqaman. To'xtang, to'g'ri tushunyapsiz. Biz sovchilikka keldik. Shunaqa demaysanlarmi? Kirlaring ichkariga. Mehmon qilaman. Yur, Joha. Mana kiryapman. Yaxshi. Qaysi qizimga sovchilikka keldilaring? Nechta qizingiz bor o'zi? Men 3 ta qizim bor. Kattasiga keldik-a? Ha, kattasiga keldik shekilli. Hozir katta qizimni chaqiraman. Katta qizim, mana katta qizim. Yo'q, bo'lmas, janob mer. Bo'lmas ekan. O'rtancha qizim, kenja qizim ekan bu. Yo'q, bu emas. Bu emas. Kenja, o'rtancha qizim. Mana shu janob mer. Mana shu. Bo'ldi, mana shu qizimni sizlarga beraman. Mana shu. Yo'q, dahshat chiroyli qiz ekan. Mana shu, janob, ana shu. Bo'ldi. Kuyov bola nima ish qiladi o'zi? Kuyov bola YouTuber.
Voy qizim, kuyov bola nimanidir yutar ekan, obke. Yo, tushunmadingiz, u youtuber. Ha, nimanidir yutadimi? Yo'q, YouTube kanali bor. Ha, shunaqami? Mayli. Qani ilohi omin. Yoshlar baxtli bo'lsin. Kechirasizlar. Baxtli bo'lsin, davay. O, takoy bo'lib qoldim. Menga kuyov bo'lalik juda ham yarashar ekan, lekin bo'rim mayli. Hozir kimdir kelyaptimi? Jo'xa tayyor bo'lib qoldingmi? Ha, tayyorman. Bu mashinani sen olib keldingmi? Ha, men olib keldim. Sen haydab borib kelasanmi? Ha. Yur ketdik bo'lmasa. Ketdik. Men takoy bo'lib qolibmanmi? Chiroylimanmi? Ha, chiroyli bo'ladi. Bu qizlar o'zini osib olish kerak-da. Ha, shunaqa. O'tiraymi, davay ketdik. Sen bu tomonga o'tirasan. O'tir, aha. Ha, davay o'tir ketdik, davay. Mayli. Jo'xa bu yerda yo'l yo'q ekan-ku bu yerda. Bilmadim nima qilishdi. Bo'lmasa sen boravergin, men o'zim mashinani. Mayli, bu yerdan hayda olmayman, o'zing haydab o'tgin. Mayli, haydab boraman. Sen boraver, ortingdan boraman. Mayli unda. To'g'ri borsang o'sha yoqda-da. Mayli. Qani, yo'q, bismillah. Eshik yopman, mayli, shu yerdan qo'lim yetar ekan-da. Hozir kuyov bola obrazida haydab o'taman bu yerdan. Menimcha takoy bo'lsa kerak. Kuyov bola yarashib turibdi mashinaga qaranglar. Hozir mana shu yerdan asta-asta u yoqqacha bormaydi-ku, lekin yaqinroq joygacha borsa bo'ladi. Bu yerda burib olsam bo'ladi. Suvga tushirib yubormasdan bo'lgani. Hozir mana shu yerda burib qo'yayin yaxshisi, chunki bormaydi u yoqqacha mashina. Agar u yoqqacha haydaydigan bo'lsam, rasvos chiqib ketadi. Mana shu yerda tura qolsin. Bo'ldi, mana shu yerda turadi. Daraxt tagida. Mana esa bir amallab tushib, urib oldim o'zim. Ustim chang bo'lmasa bo'ldi, chunki kostyum kiyib olganman, ko'ryapsizlarmi? Takoy bo'lib qolganman. Xo'sh, ana endi qayerda edi? Shu tomondamidi? Xullas boraman hozir, keyin kelin olib kelamiz birgalikda. Qani ketdik unda, davay chiqamiz. To'xtalaring, bizga pul bermasanglar chiqarmaymiz. Nimaga bunaqa qilasanlar? Bizda urf-odat shunaqa. Abbo, Jak sen bilan chalg'itib tur, xo'pmi? Bo'ldim, sizlar orqadan chiqib ketinglar. Bo'ldi, biz mana shu yerdan suramiz. Siz kirkani berib oling-da menga hozir. Qani kirka, obbo, siz kutib turing, hozir 1 sekundda buzaman. Voy, jinnimisiz, qana chiqib ketdingiz? To'xtang, endi kutib turing meni. Bitta blok stop ketdingiz shekilli. To'xtang, hoy. Namja tez yurasiz. Gapirmaysizmi? Uyalyapsiz shekilli. Mayli, yuring, biz qochib ketdik muhimi. Ana ular bizlarni ko'rmadimikan? Ko'rmabdi shekilli. Yuring, ketaylik, tez qochib ketaylik. Agar hozir qochib ketmasak, kechirasiz. O'zida o'tib ketdim. Atak siz mendan orqada yurishingiz kerak, bilasizmi? Ayol kishi erkak kishidan bir qadam orqada turadi. Tushundingizmi? O'shaning uchun men orqamda yurayman. Atak siz mana bu yerlarda zo'r yurar ekansiz. Menimcha ko'p yurib o'rganib ketgan bo'lsangiz kerak. Shunaqa shekilli. Mayli, keling, ortimdan kelyapsizmi? Keling, ana shu yerdan asta-asta. Ko'ylagingiz torlik qilmayaptimi? Yo'q, qayerdan torlik qiladi? Mana shu yerdan o'tib keling, qarochi. Hozir men sizga eshikni ochib beraman, minasiz, qarochi. Keling. Davay, kelyapsizmi? Davay, o'tirib oling, davay. O'tiring, davay, keling. Qo'rqmang, o'tiring, davay. E'tibor bermaysiz, o'zi shunaqa palakat haydovchiman, ana u bechora jetellarda nima ayb edi bilmadim, lekin urib ketdi. Hamma nicho ularga. Qarochi, e'tibor bermang, hozir to'xtang. Siz bilan xonaga kiramiz. To'xtang, 1 sekund kutib turing, hozir men bu yoqda bunaqa qilib olayda. Eshikni o'zim ochib berasizmi? Rahmat, qani. Kiraveraymi? Ta'zim qilyapsizmi? Rahmat, baxtli bo'laylik, taxtli bo'laylik. Bo'ldi, qolganini aytmayman. Yuring, tayyorlanamiz o'zimiz to'yga. Xullas janoblar, biz to'yga kelayotgan mehmonlardan intervyu olishni boshlaymiz. Bizda esa kamerachi bor. Voy kamerachi, tayyorlan. Mehmonlar kelyapti. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Qarochidak Jo'xani tabriklang. Jo'xa baxtli bo'l, taxtli bo'pti, sog' bo'l. Assalomu alaykum janob millioner. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Jo'xa baxtli bo'l, omadingni bersin, baxtingni bersin, xotining senga ovqat qilib bersin, qarochi. Sog' bo'lasizlar. Ajoyib, tabrik, ajoyib. Rahmat sizga kattakon. Siz bilan qarochi keyinroq gaplashsak ham bo'laveradi. Janob millioner, siz o'tiring-chi. Mayli. Qarochi, endi kim kelarkina ko'raylikchi. Janob prezident, qara, ol, kameraga ol. Hozir janob. Qandaysanlar, yaxshimisanlar? Janob prezident, qarochi, siz ham to'yga keldingizmi? Yo'q, men futbol bo'layotgan ekan-ku, futbolga keldim. Tentaymisanlar, qarashni to'yga kelaman-da, to'y bo'layotgandan keyin. Senlar bir normal intervyu olishni o'rgan avval.
Kechirasiz janob prezident. Mayli, marhamat, o'tishingiz mumkin. Jo'xaga baxt tilang. Jo'xa, tabriklayman, sog' bo'l. Yaxshi, juda ham ajoyib tabrik bo'ldi. Biz esa intervyularni davom ettiramiz. To'ylar muborak, to'yxona do'stlarim, to'yxona bo'lsin, qani birlajanim, to'yxona bo'l. Tayyormisiz? Ketdikmi? Unda chiqaramiz asta-asta. Yuring, chiqani ketdik. Menimcha chiroyli bo'lib ketdi biz ikkalamiz ham. Siz menimcha chiroyli sekroq yursangiz agar zo'r bo'lardi. Kelingchi bu yoqqa, mana bu yerda artistlar va malades o'ynab aytyapti. Janob merdi to'yga kelgan artist va kamerachilar qayerlar? Yo, janob prezident ham kelibdi. Assalomu alaykum sizlarga ham, yaxshimisizlar? Ta'zim qiling, kelin bola, kelin qiz. Ya'ni, men ta'zim qilmayman aytgancha. Mana u malades. Baxtli bo'llaring, baxtli bo'l. Rahmat kechirasizlar. Voy yetal, mana tortni olgan bu yerda bizni basharamizni to'sib turibdi ekranni. Optasha. Uzr, hozir olib tashlayman. Mana qarab. Bo'ldi, mana всё. Yaxshi bo'l. Qani kelin bola, baxtli bo'laylik. Qani ob o'tiringlar, yeb o'tiringlar, olmadan olinglar, meva-cheva yeinglar, davay o'yinglar.